Hammaga yetadi. Men yillar davomida jinlarni ovlab kelganman. Lekin bugun bir narsaga hayron qoldim. Sizni bu yerda ekanligingizni bilmabman, janob. Iltimos meni kechiring. Qani orqaga chekining. Men bu xonim bilan gaplashib olmoqchiman. Men Binju. Feyva gvardiyasi qotiliman. Demak, siz usta Binjuviysiz. Ismingizni hamda mazhabingizni so'rasam bo'ladimi? Biz tinch sharoitda yetishtirishga harakat qilamiz. Dunyoni chalg'ituvchi narsalarni oshkor qila olmayman. Iltimos tushuning. Bu hozirgina ko'rinish bergan jinni mo'ynasiga o'xshaydi. Bu ayiq mo'ynasi. Lekin qon ichmagan uchun allaqachon qurib qolgan. Balki uni meni olovli qamchim kuydirgandir. Bu mantiqan to'g'ri. Lekin bu izlar uni izi emasligi aniq. Bular kichkina. Biz ko'rgan jin esa anchagina katta edi. Og'irligi taxminan 150-200 kilogramm atrofida. Ammo bu izlar 150 kilogrammdan sal kattaroq odamnikiga o'xshaydi. Xonim, fikringiz qanday? Ellikmi? 50 atrofida. 40-60mi? Axir sen Hammasi. Fey va qo'riqchilar shu paytgacha shaharni butunlay qo'riqlab kelishdi. Tashqariga hech narsa chiqa olmagan, demak, jinlar hali ham shahar ichkarisida. sen aniq nima xohlaysan? Biz bu yerga jinlarni ovlash uchun kelganmiz. Lekin bu usta uni qochib ketishiga imkon berdi. Tasodifan albatta. Yaxshiyamki biz o'z vazifamizni bajara olamiz. Harakatni qiling unda, tutinglar. Mana ko'rib qo'ying. Bu inson ekan. Bu inson, qizim. Biz fosh bo'ldik.